Vasiladan saxovatga insonlar qizimga yordam qilinglar, buyrak almashtirishimiz kerak. Endi 21 bahorda ko'rdi. Qizim sog'ayib ketsa hammalaringizni duo qilamiz. Iltimos, menga yordam qilinglar. Nasam bo'lmayapti, juda og'irlashib qoldi. O'sha ahvolim og'ir. Yurolmay, tik turolmay qoldim. Iltimos sizlardan Xudo yo'liga yordam qilinglar. Yuragim operatsiya qildiraman yaqinda. 21 yoshga kirdim. Meni ham orzu-havaslarim 5 talab, 6 talab bosma olyapman. Qiynalib ketyapman. Iltimos, sizlardan ozgina yordam qilaverasizlar. Xullas, O'zbekiston xalqiga murojaatimiz bu qizimizga judayam pul zarur, chunki yaqin orada bu qizimizni operatsiya qildirib buyraklarini alishtirishimiz kerak, chunki bular buyrak yetishmovchiligi bilan kasallanganlar, xastalanganlar. Shuning uchun Xudo xolisa hali 20-21 yoshli qizimiz oyoqqa turib ketadilar deb o'ylayman. Xudo xolisa hammamiz birlashsak, ushbu videoni tarqatsak, stories qo'ysak, kartamizda qancha bo'lsa imkoni boricha qarashsak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi hamda yordam bo'ladi deb o'ylayman.